Assalomu alaykum aziz birodarlar. Men hozir Riga shahridan 115 kilometr joyda joylashgan kichkinagina, chiroyligina, tabiatlari go'zalgina joy Talsi degan shaharchadaman. Hozir men sizlarga qisqacha bu shaharcha to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Juda chiroyli eski shaharcha. Mana ko'rib turganlaringdek, bu yerda har yili may oyida butun Yevropa bo'ylab kuchuklar bayrami bo'lib o'tar ekan. Ya'ni kuchuklar ko'rgazmasi aniqroq aytganda. 2024-yilgi oxirgi ma'lumotga ko'ra, bu yerda aholi soni 11.988 ta qayd etilgan ekan. Mana bizdan ko'rib turganlaringdek, juda go'zal, o'ta go'zal joylarda. Endi hozir bu kamerada sizlarga tushuntirib ko'rsatib berish harakat qilyapman. No, qanday desam, kelib o'zlaring ko'zlaring bilan ko'rsaring, juda o'ta go'zal, yaxshi joylar. Hozir yana sizlarga yana dal borib ko'rsataman. Bu yerda magazinlar soat 9 gacha ishlaydi va aholisi ham soat 9 dan keyin o'sha ko'chada kamdan kam odamlarni ko'rasiz. Hozir esa soat millarimiz 19:30 ko'rsatyapti. Bu mana eng mashhur kuchukchani qaranglar mana. Bu по-моему o'sha Chexova bo'lsa kerak ikisi. Eslar. Mana bundaqa eski uylari bor, oldingi davrda qurilgan taxtali uylar. Taxtali uylar. Uylar yonib ketmasmikin, ommabodan to'kib o'tgan. Mana ko'rib turganlaringdek, eski uylar, taxtali uylar. Ko'rasizlar? Past-past uylar. Nimagadir bilan baland qurilmaydi. Ko'p ko'rdim men Yevropaning uylarini, ayniqsa Germaniyada baland uy qurilmaydi. Endi Latviyada bor, lekin mana eski uylari, qadimgi uylar o'sha taxtadan qilingan past-past uylar. Ko'rasizlar, o'sha qiyshayib ketgan, o'rtasiga nazar solinglar-da. Mana bu esa markaziy kutubxona, eng katta kutubxonasi ularda. Mana Latviya bayrog'i, mana eski uylar. Ko'rib turganlaringdek. Lekin odamlar yashayapti, noligan yo'q. Mana bu yerda mana zo'r qo'ygan ekan, kim yashasa ham chiroyli qo'ygan ekan. Endi bu yerda eski uylar. Yo'llari juda toza, juda toza. Birorta bakalashga ham ko'rmaysiz, sigaret bechogini ham ko'rmaysiz. Ko'ryapsizlarmi? O'ta go'zal shaharcha. Qaranglar. Parkovkalarni chiroyli qilib qo'ygan. Gullarni qilib, qanday mazza. Lekin bu shaharchada bitta erkakka 5 ta ayol to'g'ri kelar ekan. Hurmatli erkaklar, bu yo'llarga kelib yurmanglar. Bu yerda sraz sizlarni olib qolishadi. Mana bu yerda mana Shvedbank, bu Latviya Shvedbank deydi. Germaniyada Geld avtomat deydi yoki masalan Sparkassa deydi. Xullas kalam kartaga solasiz, kerakli summani kiritasiz va o'sha yevro valyuta olasiz. Bu shaharda aholi kam. Aytgandek, ko'chalar bo'm-bo'sh. Mana bu Talsi degan shaharchani magazini, katta sentr. Nomi Rimi. Hozir ichkariga kiramiz. Mana ichkari ham kirib oldik. Ochil. Bitta ko'kchilar bor ekan. O'zbekistondagi nima mahsul bo'lsa, bu yerdan xuddi shu narsalar bor. Ko'ryapsizlarmi? Tarvuz ham bor. Uzum ham bor. Pomidor deysizmi, banan deysizmi, har narsa bor. Ananas. O nima ekan bu? Mango bo'lsa kerak. Mana anor. Ko'rasizmi? Behi ham bor ekan bu yerda. Behimi nima bu? Yo'q, behi emas. Lekin buni bilmayman nomini to'g'risi.
Tarvuz. Qovun ham bor ekan, mana kichkina. O'zimizning kartoshkalardan bor. Mana olivkoviy maslan turlaridan bor. Xullas kelam yog'lar turlaridan bor. Ko'rasizlar? Konserva mahsulotlari. Germaniyada Aldi'da, Lidl'ga kirsalaring topish qiyin bunaqa konserva mahsulotlarni. Ular boshqacha turda sotiladi. Turk magazinlarda yoki bo'lmasam ruskiy magazinlar bor, rus magazinlari. U yerlarda lekin mana shunaqa baliq mahsulotlarini sotishadi. Tovuq go'shti bilan. Mol go'shti. Plaskalar hamma narsa bor. Piyoz ham bor mana. Produktlar o'zlariga arzon, lekin biz agar O'zbekiston puliga chaqadigan bo'lsak, ozgina biz uchun qimmat ular. Tuxumlarni qarang. Endi bu yevroda mana. 289 ekan mana bu. İçinde qanaqa ekan? Bu ham normal, katta ekan. Bunisi 229. Kichkina bu damashniy shekilli, ha. To'g'ri deb rasm chizib qo'ydi. Mana 299. Mana qimmatroqni ko'rib, mana choldi. Tovuğuni tuxumi qimmatroq shekilli. Bu ham damashniy tuxum bo'lsa kerakdi. Ko'proq bular mana bunaqa suplarda olib ichishni yaxshi ko'rishadi. Yo'lga olishadi. Dog' suvga solib, shuni o'zini vaqti bor. Birpas tayyor bo'ladi. 3 minutda tayyor bo'ladi, ko'rasizlar? Tayyor. Shundan bitta olamiz, hozir uyga borib ichib ko'ramiz. Yunusdan ham bitta olamiz. Bu nimaga ekan bu? Tatib ko'ramiz lekin. Eski antennalar bor ekan bizda o'xshaydi. Ha, aytgancha, men hozir gostinitsada televizor bor xonada, televizorda yoqsak sherigi bilan u yerda почти 70% kanali rus tilida. Chunki bu shaharchada ham ko'p ruskiy говорящийlar, ruscha gapiradiganlar. Уже soat 8. Odamlar yo'q. Ko'chada ham nima qiladi chiqib, to'g'rimi? Bo'sh ko'chalar. Ayta mushukcha turibdi xolos bitta. Faqat qizlar, ayollar. Erkaklar yo'q bu yerda. Bu sport magazin shekilli. Gullar. Qaranglar, kachalka bor ekan bu yerda. Qanday tushunsa bo'ladi buni endi? Bundoq ishlatsa kerak-da. O, ishladi ana. Chiqar ekan toza suv. Bor ekan kachalka. Juda eski uylar, haqiqatdan ham. Bu tomonda уже maktab, o yoq gostinitsa. Chaykalar uchib yuribdi. Lekin chaykalar odamdan qo'rqmas ekan. Bir nima yeb turgan bo'lsa, to'g'ri oldingizga uchib kelar ekan, qo'rqib sizni. Suvlagan shaharcha. Hokim buva, sizga zo'r joy topib qo'ydim, qarang. Daraxtlarni qarang, daraxtlarni. Uzun tekis o'sgan. Kesib sotasizda. Mana bu katta maydon bo'ladi. Mana shunga katta qilib dom solsa bo'ladi. Nima deysiz? Fikrimga qo'shilasizmi? Har yerda eski uylar bor. Ularni ham buzamizda. Ularga 2 xonali berib qo'yamiz tepadan. 8-etajmi, 9-etajmi, to'g'rimi? Lekin zo'r maydon mana. Keling, mana shu yerda tenderda sotib olaylik. Daraxtlarni qarang, hokim buva.
yoningizdan erkak ayollar o'tib ketib orqasidan gaz qo'yib yuborsa hayron bo'lmang. Bularda odatiy hol.